Kottej so'raganmidinglar? Mana sizlarga kottej. Cinch House'dan kottejlarimizni sotuvga chiqyapti. Hamma qulayliklari bilan sizlarga 2 etажli 3 uyli kottejlarimizni to'liq videoda obzor qilib beramiz. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu tarafimizda yo'lga chiqib ketishimiz bo'lsa, bu tarafimizda 100% pishgan garanti, bu yoqda 70% tayyorlari. Sizlarga orqa tarafidan ko'rsatib beraman. Keling, hali tayyor bitmagan variantini o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. 100% pishgan ishdan qilingan. Endi o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Qani ket, Yangi Hayot tumani Chortoq mahallada joylashgan 1,5 sotixdan 2 sotixgacha kottejlarimizda 2 etaj, 3 uyli hamma qulayliklari bor. 100% pishgan tayyor patluch variantimiz bor, 70% tayyori bor. Sizlarga korobka holatida eng arzonni ko'rsatib o'taman. Keling, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu tarafimizda kottejlarimiz joylashgan bo'ladi. 100% tayyori bor, 70% tayyorlari bor. Bu tarafimizda qurilish ishlari ketyapti. Keling, $80,000 ga berib yuboramiz. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Mana shu kottejimiz sotuvga chiqqan. 2 etajga 3 uyli hamma qulayliklari bilan podvallar sel qilingan. Sizlarga tayyor fasadini, tashqi fasadini bitta ko'rsatib o'taman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Hamma shart-sharoitlari qilingan. $80,000 ga berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.